Assalomu alaykum. Genesis EQ 3.8 объем. 2018-yil 145 ming kilometr yurgan benzin. Mashinamiz 18 million 800 ming won. O'ta bahaybat katta mashina. EQ 900 Genesis 3.8 объем. Benzindan muammosi yo'qlar shunday olib minsa bo'laveradi. Eksportga ham juda yaxshi ketadi. Balonlari yaxshi holatda, to'ralasi ham. To'ralashida beskurchoy dasti bor. Mashina vashli biznes class. Orqasida ham sidna pamyatlari bor. Pardalarigacha. Elektronli sidina to'ralasi ham. Orqasida kompyuterlarigacha bor. Multimedia boshqaradigan funksiyasi yo'q. Obzor avograf to'ralasi zinada. Xullas ideal holatdagi biznes class. Orqada o'tiruv oynalari ham bor. Lyuk bor. Mashinada nima yo'q? Yo'q narsani o'zi yo'q, hamma narsasi bor. Kelib test drive qilib ko'raverasizlar. 145 ming kilometr yurgan 2018-yil EQ 900 Genesis 18 million 800 ming won. Video tashlab qo'yamiz Genesis yaxshi ko'rganlarga.